erkak psixologiyasi ham degan narsa. Chunki bizda ko'pincha nimagadir ayol psixologiyasi ko'riladi. Chunki onalik roli deylik, kelinlik roli deymiz, ko'proq shu rolga qaraladi. Lekin da erkak psixologiyasi ham mana masalan biz ham ko'p joyga borganda shu mavzuni ko'targanda nimaga bizda haligi o'rganilmagan bu narsa. Qayerdadir endi chegara qo'yiladi, qayerdadir hurmat degan narsa bor. Qayerdadir erkaklarni o'zi ko'pincha o'zi haqidagi savollarni ko'p ko'tarmaydi. Ayollar bu narsaga ochiqroq bo'ladi. Bu ularni deylik ijtimoiyda har bir narsasidan ham tashqari ayollar o'sha ijtimoiy rollarida ko'proq ochadi, chunki uni fundamental sifatlari ochiqroq o'zi. Erkak kishida baram chegara qo'yish, viqorli bo'lib turish, ozgina joyini anaqa qilish, pozitsiyasi uchun kurash ko'proq bo'ladi. Va shuning uchun ular savol bermaydi. Bo'lmaydi emas. Agar alohida tabiiy bitta struktura sifatida, psixologik struktura sifatida, shaxs struktura sifatida oladigan bo'lsak, erkak kishini ham, ayol kishini ham ko'rsatkichlari haligi umumiy yig'iladigani baram, bu ham odam, bu ham odam deymiz. U ham deylik jamiyat a'zosi, bu ham jamiyat a'zosi. Faqat o'sha jinsiga qarab, temperamentiga qarab ko'rsatkichlar har xil bo'ladi.